Xo'p. Endi mana lecheniya jarayonlaridagi qanday holatda davolash jarayonlarimizni ko'rsatib beramiz. Bemorlar bilan savol-javob o'tkazamiz. Xo'p, agar o'zingizni qiziqtirayotgan savollar bo'lsa, yana berib turaverasizlar. Menimcha savol yozila olmaydigan bo'lib qoldi-yo bu yerda. Xo'p, yaxshi, kiryapsizlar. Keling, tomografiyangiz qani aka sizda? MRTingiz. MRT yo'q. Bo'ldi, yaxshi qildingiz shuni. Hozir sizlarning holinglarni tortib chiqarib olsak, keyin nariga akalar chiqadi. Xo'p. Assalomu alaykum aka, o'zingizni tanishtiring aka. Men Navoiy viloyat Qiziltepa tumanidan kelganman. Ha, Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidan bemorimiz. Xo'p. Bizga endi bitta narsa aytamiz. Qanday holatda keling kiroringlar, yonboshlab olaverasizlar, kiroringlar. Ya kiroringlar mana yonboshlab olgan joylar. Maylarga umuman yoqqa o'tib olinglar ikkitanglar mana. Ha, bo'lyapti. Bo'ldi. Betingizga bijir ko'p qo'yamiz aka. Xo'p. Yo, suhbatlashmay tortib qo'yaverami? Ichga to'rasiz, hali. G'arsilatib tortib manual terapiya qilaman, xonangizga ichga to'rasiz. Xo'p, aka sizni bezovta qilayotgan qaysi holatlarda bizga murojaat qildingiz? Shu bel og'riq, keyin mana bu o'ng oyoq orqa tomondan tortish kuchli bo'ldi. Aha. Ana bugun 3-kun, Xudoga shukr, yaxshi. Xo'p. Endi bundayda bu narsani men sizni so'ragan, mana siz MRTingiz yo'q-a? Ha, mana. yo'q. MRTsiz ham davolab diagnoz qo'ysa bo'laveradi bu narsaga. Ha. Misol travma olmagansiz, yiqilmagansiz, pompomdan tushib ketmagansiz. Yo'q. Demoqchimanki, albatta hali MRTga borib tushib ketsam tushib kelasiz. Misol, siz bilan birga kelgan ayollar tushmoqchi bo'lishdi. MRT bizga dedi, MRT bo'lsa yaxshiroq dedi, yo'q dedim. Rasxod bekar dedim. O'sha sababi MRTsiz grije kasalligini o'zingiz asoratlarini aytyapsiz-da. Belingizda og'riq, oyog'ingizga tortish beryapti. Bu endi grije kasalligini belgisi bu endi. Ana shuning uchun demoqchimanki, grijaligi o'sha yasnada, umurtqa pog'onangizda. Mengacha davolangan ekansiz. Davolandim Toshkentga. Necha yildan beri davolanasiz? 21-yil davolangandim. 20-yildan beri. Boshlangani 20-yil bo'lganmi? Boshlangani 21-yil. 21-yil. Ana bir davolanib ketuvdi. Shundan keyin yana shu yillikka yaxshi. Endi bitta narsani aytib o'tib ketamiz. Men yana aytib o'taman bu yerda. Qanday metodlardan, qanday turlardan qo'llan. Kiroring tog'asiz ham. Keling kiroring. Sig'asiz mana, mo'moy yonboshga sig'asizlar. Qanday joylarini aytmaylik, qanday lecheniyalar qildingiz? Lecheniya shu massaj. Keyin boshqa narsa yo'q. Shu massaj, keyin ipga tortib, qisib davoladilar. Hop. Qilib yaxshi bo'lib ketuvdi. Yana shu yillikka yana ozgina nima bo'lib o'tibdi. Oldin chap oyog'ida, endi o'ng oyog'i. Bizdaqa metodda olmadingiz hali? Yo'q. Yaxshi. Birinchi marta. Yonbosh bo'lyapti. Navoiyda qayerdan edingiz? Qiziltepa tumani. Qiziltepa tumanidan bo'ldi. Yaqinroq keling. Uzating baskisini. Uzating. Mumkin bo'l. Hop, buni bering. Boshimizni qo'yib olamiz. Uzun. Narigi tomonga ham olamiz. Shu holatda yotib. Hali aytamizda. Sizlarni xonanglarda. Uzating. Uzating mana. Yaxshi. Sizga qarab o'ting. Bosh. Vazminga hol qo'y. Uzoq qimillamay yoting bo'ldi. Eshitdingizmi ovozlarni? Necha yoshdasiz? 65 yosh. 65 yoshda. Qiynalmadingizmi? Yo'q. Yaxshi, chidasa bo'lar ekanmi? Yaxshi, almashamiz endi aka. Keling o'ting aka. Assalomu alaykum aka, o'zingizni tanishtirasiz? Qaysi viloyatdansiz? Biz Farg'ona viloyati Buvayda tumanidan. Farg'ona viloyati Buvayda tumanidan bemorimiz bizga murojaat qilgan umurtqa pog'ona kasalliklarini, ya'ni bo'yin sohasida